asli 4 yil akalarimiz so'ragan vibrareykalarimizni assortiment ko'rinishida do'konimizga olib kelib qo'ydik. Bugungi video obzorlarimizda shularni sizlarga qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilariga aytilayotgan narxlardan chegirmalari mavjud bo'ladi. Vibrareykalarimiz akkumulyatorli variantlarda bo'ladi. Ikki xil akkumulyatorlar bilan jihozlangan, ichidan chiqadigan narsalarni ham alohida videolarini qilib, ishlash jarayonlarini ham video oxirida sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. O'zini reykalarini uzunligiga keladigan bo'lsak, 1,5 metrli reykalar bilan jihozlangan, dastalari 1,35 santimetrdan bo'ladi. Hamda o'zini legrovkalari mavjud bo'ladi. Bemalol xohlagan obrotlaringga qo'yib foydalansalaring bo'laveradi. O'zini motorlari ham katta motorlardan qilib ishlangan. Shu ko'rib turgan motorlaring vibratsiya berib, reykani harakatga keltiradi. O'zini ichidan chiqadigan akkumulyatorlari ikki xil variantda, 2 soatga yetadigan variantda hamda 5 soatga yetib beradigan variantda olib kelib qo'yganmiz. 2 soatga yetadigan akkumulyator bilan xarid qiladigan bo'lsalaring, vibrareykamizda 1,200,000 so'mga qilib beramiz. Hamda 5 soatga yetib beradigan akkumulyatorlar bilan xarid qiladigan bo'lsalaring 1,300,000 so'mga dastavkalari bilan qilib beramiz. Akkumulyatorlarga qo'shib o'zini zaryadniklari ko'rishlaring mumkin. Bemalol zaryadkalab foydalansalaring bo'ladi. 20 minut, yarim soatda bemalol akkumulyatorlaringni zaryadkalarini to'ldirib foydalansalaring bo'laveradi. Ko'rib turganlaringdek vibrareykalarimiz juda ham chiroyli hollarda dastavkalari bilan qilib beriladi. Tashqarida ko'rsatib o'tamiz. 4 metrlik variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. 4 metrlik variantlari benzinli variantda bo'ladi. Katta qilib ishlangan reykalari ham alyumin reykalardan qilib ishlangan bo'ladi. Benzinli, bemalol benzinlarini quyib foydalanaverasizlar. Soatiga yarim litr 800 grammgacha nagruzkaga tushadigan bo'lsa rasxod qilishi mumkin. O'zini gaz legrovkalari bemalol tortib, o'tatib foydalanaverasizlar. O'zini garantiyalarigacha yopishtirilgan bo'ladi. Kimga shunaqa vibrareykalar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Apparatlarimizni ishlash jarayonlarini bemalol ko'rishlaring mumkin. Ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar.